Hurmatli obunachilar, yangi Batoshdan 4 sotuvli namunali kottejimiz chiqibdi. Kottejimiz yangi remontdan chiqqan. Batoshga bilganlaringizdek, hamma infrastruktura bor. Prezident maktabimiz bor, Ulug'bek detsatimiz bor, sport zallar, fitness klublar, xullas ko'ram, yashashga nima sharoit kerak bo'lsa bor. Qo'shimcha 12 sotuv yeri ham bor. Ko'rib turganlaringdek ajralib turibdi. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Bismillah. Kirishimizdan darvozaxona. Keyinchalik xohlasanglar, yopib olsanglar ham bo'ladi. 7 tonali hovuzimiz avtomatik to'laveradi. Mana hovlim, zilon zonasi akkurat daraxtlar ekilgan. Endi uyga birgalikda obzor qilamiz. Balkon qismidan bemalol letniy kuxnya qilib foydalansangiz bo'lar ekan. Gaz plitali ham o'tgan ekan. Kottejimiz isitish tizimi do'kondan kattalar qo'yilgan, issiqroq bo'lib turibdi. Suvlar kelishi yaxshi, gaz plitalar bor. Bu esa kottejimiz 4 sotuvga joylashgan, 5 ta xonadan iborat, полностью remontlar bo'lgan. Narxini kelayotgan bo'lsa 72 ming stavka ko'taryapti. Xohla 70 ga oling, xohla 18 ga oling, bemalol egasi bilan savdo qila olasiz. Eng qizig'i ipoteka ham to'g'ri keladi. Real notka real qilib, pastak nomerlarga bemalol telefon qiling.